adashmasam mana shu yer bo'lsa kerak. Juda ham katta chiroyli qasr ekan. Yaxshi. Voy, to'xta. Yaxshi, o'tib ketmasak kerak. Mayli, aytgancha barchaga salom bolalar. Mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsiz. To'xta, tushib ketma. Xo'sh, yaxshi, mayli, tushib ketmasak kerak. Xo'sh, mana shu yerdan mana bu suvdan o'tib olsam, ya'ni daryochadanmi, kanalchadanmi va adminni uyiga kelaman. Ya'ni uyi ham emas, bu yer qamoqxona edi. Ha, bu yer adminning qamoqxonasi hisoblanadi. Obunachilar, men sizlarga tushuntirib bersam, juda ham ajoyib katta va bu yerda juda ham g'alati va juda ham xavfli mahbuslarni saqlashadi. Men sizlarga bu haqida ko'rsatib beraman. Yaxshimisiz, janob? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Salom qani? Va assalomu alaykum admin, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Xo'sh, kelganingdan xursandman. Video olib turibsanmi? Albatta. Aytgancha barchaga salom bolalar, obunachilar, kelinglar, men sizlarga ko'rsataman o'zimni. Korоче, qamoqxonamni-da o'zim qurganman bu yerni. Ha, bu yer adashmasam optdan bo'lgan qamoqxona bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, optdan bo'lgan ajoyib chiroyli va juda ham zo'r qamoqxona deb o'ylayman. Agar senga yoqsa, davay kelaver. Xo'sh, mayli, menga yoqmoqda. Xo'sh, bo'lmasa, xo'p, hozir mana ko'rsatay. Bilmadim, любой narsani birinchi ko'rsatavering. Juda ham zo'r, juda ham katta, hali ko'rsatadigan juda ko'p joyiz bor shekilli. Albatta. Bunday qamoqxonani hali hech kim ko'rishmagan, hech qay. Zo'r, lekin politsiyalarni juda ham ko'paytiribsiz-da. Ha, gapirma, politsiyalar ko'p bo'lish kerak-ku, chunki bu yer qamoqxona. Mayli, agarda o'zingiz bunday nazorat qila olmaysizmi? Nazorat qilaman, prosta endi ish o'rinlarini ham qilish kerak, to'g'rimi? Ha, to'g'ri aytasiz. Lekin shu nima jinoyatchilarni bank vorsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, kalin joydami? Bu juda ham xavfli narsa va juda ham yomon narsa. Qara, bu mana bu yerda sen o'rinlar olasan, HP'lar olasan, короче, yoping buni, men hozir o'ldirmoqchi bo'lyapti bular. Bo'ldi, xavotir olma. Nima deyotgandim? Ha, bu yerda короче, o'rinlar emas, optda, to'g'rimi? Ha, shu o'zbekchasini bilmayman-da nimaligini. Mayli, ish qilsa, obunachilarim ham tushunadi, hech qanday bunaqa eshitmani bilmaydigan odam emas. Davayki, o'zingga o'rinlar, optlarni olchi. Bo'ldi, qani kellaring, любой machasi, davay go. Okay, davay, yaxshi. Yaxshi, o'rinlar chiqmoqda, optlar chiqmoqda, o'rin beryapman ularga. Yaxshi, ajoyib. Qara, yaxshiroq ishlat o'zing, qara nima edi, o'zingga zarar yetkazib qo'yma. Bo'ldi, xavotir olmang, janob, nimaga buncha xavotir olasiz? Bu ajoyib. 15 ta o'rin bo'lib ketdimi? Tushunmadim. Yo, menga olim bormidi? Shunaqada gaplarda. Короче, mayli, yo'rmagani men senga yana juda ham ko'p narsalarni ko'rsataman, okey? Mayli, ko'rsating, davay, menga juda ham qiziq. Mayli, davay, yur ortimdan, lekin juda ham zo'r katta bir yer qamoqxona bilsang agar, jinoyatchilarni ham ko'rsataymi xohlasang. Agarda qulay bo'lsa, mayli, ruxsat qo'ysangiz. Lekin bundan oldin ichkariga kirishdan oldin mana bu yerni tekshirishni maslahat beraman, ko'rishingni. Bu yerda nima bor? Bu yerni nima desam bo'ladimi? Kavlasam bo'ladimi? Albatta, kavlashing mumkin. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa, xo'p, bularni mana bunday kavlab olamiz. Bundan menimcha adolat chiqyapti. O'ron deyapman. Ya'ni faqat o'ronni badashyapman. O'ron deyilmaydi-yu, lekin bu yer HP da, nima desam bo'ladi? Opt deylik. Mayli, optda tajriba deylik. O'zbekchada tajriba bo'lsa kerak menimcha. Ha, mayli. Tajriba deylik. Mana shu yerda juda ham ko'p tajribalar chiqadi, tushunyapsanmi? Ha, ekspertmi, tajribam, короче, normal, zo'r ekan, lekin menga yoqdi bu yer. Ha, agar erinmasang bu yerlarni barchasini olib o'zingni kuchaytirishing mumkin. Mayli, chiqsa menga kerak emas. Hozircha menga juda ham qiziq tomoni ichkari. Ha, sening obunachilaringga va o'zingga qiziq bo'lsa kerak. Mayli, bo'lmasa ichkarini ko'rsaman. Bu yer ham juda ham chiroyli, bilsang agar. Ha, juda ham chiroyli, menga yoqmoqda lekin. Ha, mayli, yur ortimdan. Mana tanish bu yer ichkari kirish zali. Ha, ajoyib, juda ham chiroyli ekan kirish zali, juda ham aytgancha men kiyimlarni kiyib ko'rasanmi? Albatta, nima uchun yo'q? Albatta kiyib ko'raman. Juda ham chiroyli kiyimlar ekan, adashmasam. Ha, juda ham chiroyli. Kirish kerak emas, men ko'rsataman kiyimlarni. Xo'sh, yaxshi. Ajoyib, bu kiyimlar juda ham zo'r ekan. Kiyib ko'rsam maylimi? Albatta, bemalol kiyib ko'rishing bemalol mumkin. Okey, ochkilarni ham taqsam bo'ladimi? Albatta. Ajoyib, buni qaranglar, juda ham chiroyli. Ochki ko'rinmoqda, ya'ni yarashmoqda. Ha, senga juda ham yarashdi lekin. Mayli, katta rahmat. Bu yerda qanaqadir yozuv bor ekan, o'qisam bo'ladimi? Ha, o'qishim mumkin. Xo'sh, mayli, bo'lmasa to'xtab turing. Bu yerda hujjatlar bor ekan, ha. Albatta. Bu yerda o'qiladigan narsa yo'q. Bu yerda tekshirasan, tushunyapsanmi? Bu daftarcha. Rostdanmi? Men o'qisam bo'ladi ichkarida deb o'ylagandim. Yo'q, unaqa emas. Bo'lmasa mayli, ko'rchiq. Bu yer esa, короче, anovlar
kirishadi, qo'lini yuvib, короче, kirishadi mana bu oshxonaga. Ha, oshxona stolovoy bu yer, to'g'rimi? Albatta, kirib ko'rishing mumkin. Ajoyib, juda ham zo'r. Lekin juda ham hashamatli qilib yubormaganmisiz? Yo'q, nimaga zo'r-ku barchasi. Endi aytdim-da, qaniydir hashamatli bo'lib ketibdi-da, to'g'risini aytsam. E'tibor bermang, lekin zo'r-ku, to'g'rimi? Ha, zo'r mayli. Janob, bironta ovqatlaringiz yo'qmi? Bor. Kam qanaqasidan kerak senga? Endi bilmadim endi. Qanaqasi zo'r sizga? Qanaqalari bor? Zo'rmi o'zi? Mana shu tarelkani olaymi? Albatta, tarelkacha oldi, davay, mana senga ovqatlar bemalol yeyishing mumkin. Rostdanmi? U 5 ta olma berdi. Zumraddan bo'lganmi? Qanaqadir opitni. Короче, bo'ldi. Yesang bo'ladi, lekin juda ham zo'r shirin. Rostdanmi? Sani qo'ling qayerga qo'yding buni? Uzr so'rayman, boru вообще juda ham g'alati. To'xta, mayli. Undan ko'ra o'zing qo'ling bilan yeyaver, tarelka nima qilasan? Ha, to'g'ri aytasiz. Oho, yaxshi, juda ham zo'r. Bu juda ham odamni yaxshi his qildirar ekan. Boru juda ham zo'r. Boru men boshim og'riyotdi, o'tib ketdi. Boru вообще zo'r. Ha, yaxshi, zo'r deyishdan boshqa gapni bilmaysanmi deyman. Yor ortimdan yana juda ham ko'p ko'rsatadigan narsam bor. Bu boki boylar qamoqxonasiga o'xshab qolibdi, boki. Lekin juda ham zo'r ekan. Ha, bu yer oshxona, mana bu yerda juda ham zo'r ovqatlar tayyorlanadi. Meni kasalim yo'qyapti-da, sani kasaling menga yo'qyapti, zo'r degan gap. Kel ichkariga. Xo'sh, yaxshi. Oh my god. Nima uchun mana bu yerda butilkalar bor? Ha, savol. Endi e'tibor bermang. Endi bilasan-ku, ishchilar ishim bo'lmasin bu yerda, короче, napitkalarda, o'la butilka emas. Ha, butilkali napitka limonad deng. Albatta shunaqa gaplar. Qamoqxonadagilarga limonad berilyapti. Juda ham ajoyib. Mayli. Bo'lmasa ketdik qaysi yana? Endi bilmadim. Bu yerda короче yozuvlar, yangiliklar bo'ladi. Bu yerda o'tirishadi, dam olishadi. Bu yerda короче o'zing bilasan, qiladi, zart bo'ladi-da bu yer, tushunyapsanmi? Ha, buni qarang, juda ham zo'r. Unitazlar ham juda ham hashamatli ekan. Bak, toza hashamatli qilib yuboribsiz. Qamoqxona degani qiynaladi odamlar. Shunaqa ovqatdan qiynaladi, och qolishadi. Shunaqa narsalar bo'lishi kerak. Men unaqa odamlarni qiynash niyatim yo'q. Lekin qarang, boru mana bu videoroligingizdan keyin esingizda bo'lsa, mana bu yerda juda ham g'alati, har xil rangli, ana uni ham ko'rdik, qamoqxonani ham. Meni esimda yo'q, ko'rmaganman u videoingni. Короче, mana yana ko'r, mana bu yerda короче mahbuslar bor, ko'rib chiqishing mumkin. Oho, mana mahbuslar bu yerda o'tirishib yotgan ekan. Sizlar bok mahbuslar toza mazza qilib yashayotgan ekansizlar-da. Yo'q, unaqa demang, qiynalyapti, ular ham shunga ham norozi. Rostdanmi, shunga ham noroziman. Toza noshukur mahbuslar ekan, borib bularni bok bundan ham qimmatiga qo'yish kerak ekanmi? Endi bilmadim, bok Mahmudni ichkarisiga ker, mana bu yer eng anosi. Bu yer короче bilasan-ku, bu yer ban bo'ladi bu yer, tushunyapsanmi? Ban qilsangiz bo'lmaydimi deydim, mana shu yerga ban qo'yaman. Lekin bu ban emas-ku. O'zim yasagan banda, tushunyapsanmi? Ha, banxonami bu yer? Albatta, bu yer banxona. Ha, yaxshi, juda ham zo'r ekan, lekin eshiklari, mana bulari, yana qanaqadir yozuvlari, voy, chiqib ketadi bu yerdan. Yaxshi. Juda ham odamlar zerikib ketsa kerak. O'zi aslida mana shunaqa xonalar qilishingiz kerak edi. Mayli, e'tibor bermang. Lekin qarab, ban degan yozuv turibdi, to'g'rimi? Ha, juda ham chiroyli turibdi. Okay, qani qaysi endi? Bu yerda lift yo'qmi? Lift qurish boshimni ortmay, nima qilasan? Buni qarab, juda ham zo'r ekan. Narvonlar ham zo'r-ku o'zi. Ha, yaxshi, zo'r ekan. Mana bu yerda bo'sh xona bor ekan. Kirib ko'rish xohlaysanmi? Albatta, juda ham zo'r. Buni qarang, juda ham shinam ekanda, boru. Kompyuterlar ham bor ekan, даже bor. Meni uyimdan chiroyli ekan, вообще. Agarda senga yoqayotgan bo'lsa, mana shu yerda qolishing mumkin. Oching, men bu yerga qolish niyatim yo'q. Bola qo'riqchisi mana shu yerga qarab tur, bu chiqib ketmasin, tushundingmi? Xo'p, janob. Chiqaring mani, meni hech qanaqa yomon ish qilgam yo'q, chiqarib yuboring, qo'riqchi, iltimos. Ochcharavozingni. Chiqarib yuboringlar, boru, vashshi, meni admin qamab qo'ydi-ku, nima uchun? Nima qilganim uchun? Voy, nima qilmishim uchun? Nimadir qildimmi neto? Hazillashdim, toza nimacha bu, xafa bo'lib yig'laysan. Men bu yerga qolish niyatim yo'q. O'zing yoqtirayotding shularni. Nima urib bo'lmayapsiz-da? Urib ko'rchi, hozir kallangni men shuni ban qilib yuboraman, tushundingmi? Bo'ldi, uzr. Nima uchun meni hozir qamab qo'ydi? Savol. Endi qiziqishga-da, mayli. Men adminman, tushundingmi? Bo'ldi, okey. Bu yerda-chi, yana bu yerda qamab qo'ysangiz, yo bu yerga kirmayman bo'lmasa. Bu yer juda ham katta yer ekan. Chiqdim, bu yerda qamab qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun mana shu eshik yonida turib qarayman. Mayli, ko'rov, nimadir nitomi, qamab qo'ymayman, xavotir olma. Oho, buni qarang, mana bu yerdan tashqari ko'rinar ekan. Juda ham zo'rmi, yarashibdimi bu yer? Yarashgan, lekin juda ham g'alati-da.
Nimaga bu вообще g'alati gapiryapsan o'zi? Nimaga g'alati gapiryapman? Axir to'g'ri gapiryapman-ku. Mayli, короче, shunaqa gaplar. Bu yerda o'rtadagiga juda ham katta semiz odam o'tiradi. Mayli bo'ldi. Juda ham kulgili gap bo'ldi. Kulgili gap bo'lmasa ham kulyapsan-da o'zingcha. Yo'q, unaqa ham yo'q, просто aytdim-da. Okey, yana qanaqa yerlar bor ekan? Yur, ortimdan yur, yana juda ham ko'p ko'rsatadigan narsalar bor. Okey, yana qanaqa narsalar bor ekan? Qanaqa narsalar bor? Yur, ko'p gapirma. Hozir sen qamab qo'yaman. Bo'l. Obunachilarni qaranglar, sizlarga yoqmoqdami? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi buni paroli necha edi buni? 1 2 3. Buni paroli mana bu yerda yozilgan-ku. Mana buni ochib qarabman. 1 2 7 8. Oh my god, mana ichkariga kirsa bo'lar ekan. Bu yerda nima uchun? Bu yerga kirib ko'rmadi, toza kirgim keladi. Bu yer короче, tanish bu yer, короче, politsiyachilarning ishxonasi va serverlar ishlamoqda bu yerda. Oh my god, really? Bro, buni qarang, juda ham zo'r ekan bu yer. Ha, senga yoqdimi? Albatta, buni qarang. Bu yerda sen buzib bir joyingga urmasang bo'ldi. Qilma. Analarni yo'q qilib olasan. Bu yerda cheatlar, narsalar ishlamoqda. Nima siz cheatakmisiz? Hakkermisiz? Yo'q, men ham cheat bilan analar konsollar bilan ishlayman. Chiqay o'z boshim ortib bordingmi? Qaytib kirmay tushdingmi? Kirsang qara lekin qamab qo'yaman seni. Bo'ldi, yaxshi. Bu yerda, короче, men ishchilarim ishlashadi. Nima bo'yicha ishlashadi? Nima uchun ishlashadi? Menga savolga qani javob beringchi. Endi bu yerda kuzatishadi, tushunyapsanmi? Bu yer, короче, security area desam bo'ladi. Короче, siz bilasan, men ham senga o'xshagan inglizman, короче. Ha, yaxshi, juda ham zo'r. Bo'lmasa bu yer xavfsizlik yeri, to'g'rimi? Albatta, yer ortimdan yana. Yaxshi. Bu nima edi? Bu teleportatsiya yeri, tushunyapsanmi? Shunaqa teleportatsiya o'tasan, tushunyapsanmi? Rostami, sinab ko'rsam bo'ladimi? Maslahat bermayman, bor, senga mumkin emas, faqat adminga mumkin. Keling, shuni sinab ko'raylik. Oppa, qani. Oy. Qani. Nima bo'ldi? Qani? Nimadir bo'ldimi hozir? Oy. Tushmadim. Buni qaranglar, obrashlar, men yuqoriga chiqib qoldim. Bu yer teleportatsiya, 100 talik teleportatsiya ekan. Normal. Ishlatma deyapman senga, mayli bo'lmasa, senga mumkin bo'lmasa. Okey, bo'lmasa yana qayerlarga ko'rsak bo'ladi, lekin juda ham chiroyli-da, borasizda mana bu qamoqxonangiz. Ko'pchilik havas qilsa kerak. Albatta, nima uchun havas qilishmaydi? Ko'pchilik, borku, odamlar meni qamoqxonamga kelish uchun jinoyat ham qilishyapti. Yo'q, unaqa qilmasin, juda ham maslahat bermayman, juda ham yomon. To'g'ri aytasan. Ana obunachimni qiling. Yana o'sha joyga qaytib qoldim. To'g'ri aytasan. Endi mana bu teleportatsiyaga o'tmoqchimisan? Albatta o'tmoqchiman. Bu yerda nima bor ekan? Yer mana bu yer ko'rindan ko'ra. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa bu yerda nima bor ekan? Bu yer omborxona bo'lsa kerak. Bu yer omborxona. Bu yerda biriksa kerakli narsalar bo'ladi-da. Bu yerda optlar bor-da ko'pincha. Rostami? Ha, men ko'rib turibman. Menimcha juda ham zo'r ekan. Ha, senga yoqdimi? Albatta, bularni dub buzib olamiz, tez qilamiz. Hech bo'lmasa 100 opt qilsam ekan, 76, 77, 78, 80, 85 uni qaranglar obunachilar. Hozir 100 opt bo'lib ketaman. Davay, senga yoqyaptimi? Albatta, juda ham zo'r bor. Vashi bor. Til ojiz. Gapirishga til ojiz, ishonavering. Ha, yur, bo'lmasa ortimdan. Oh my god. Yurchi qarang, nimadirlar bormikan? Janob admin, nima uchun o'zi meni taklif qildingiz? Endi bilasan, men seni obunachilaringni hurmat qilaman. Ha, mayli, bo'lmasa tashqariga chiqaylikchi. Bu parol necha edi? 1 2 7 8 ga 1 2 7 8. Nima shu eslab qolish qiyinmi? O'zim bilmaysiz-ku, o'zim yozib qo'ygan-siz mana menga. Ha, mayli. Bo'lmasa meni ham ketish vaqtim bo'ldi, mana shularni tez mana shu qaytarib joyiga qo'yib qo'ysam, menimcha to'g'ri bo'ladi. Atak olib ketsang bo'ladi o'zing bilan. Yo'q, to'g'ri tushuning, bilasizlar-yu. Bilasiz-ku, mayli, nima ham derdim. Bo'lmasa sizga katta rahmat, janob admin. Sog' salomat bo'ling. Kim bilan gaplashyapsiz, tushunmadim. Bo'ldi, davay, bo'pti, birashga men ishim chiqib qoldi. Xo'p, mayli. Xo'sh, mana obunachilar ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda men janob adminni uylarini deyapman, yo boru. Men bu, короче, mani mashinam nima bo'ldi? Qamoqxonalarni, короче, ana qilimda, obzor qilimda obunachilar bo'ldi. Men bo'lmasa mashinam bilan qishloqqa asta ketaman. Mayli do'stlar, sizlar bilan men kompot bo'ldim. Xayr.